Bozorda bir yigit aylanib yurib, mevalarni ko'rib, rosa yegisi kelibdi-da. Naroqda ikkitasi olma, nok sotayotgan ekan, o'shalardan borib, biridan olma, biridan nok olibdi-da, bir xalta qilib, uyga olib kelib, endi mazza qilib yeyman deb. Bitta olsa, xaltada dumaloq tosh, kesak turgan. Ani sotuvchilar uni aldab, mevani o'rniga o'sha tosh, kesak so'rgan ekan. Shu bilan yigit bir xafa bo'libdi-da. Borganim bilan baribir tan olmaydi ular. Borganim foydasi yo'q, bekorga asabim buziladi. Hammay o'zimda, mayli nasib qilmagan ekan. Yemay qo'ya qoldim shu mevani. Ishlarini qilib ketibdi-da endi. Shu man oradan 40 yil vaqt o'tibdi-da. Ani u yigit katta endi qara chol bo'lib ketgan. U yerda o'tirgan ekan, eshik taqillab qolibdi-da. Eshik yopsa, bitta chol turganmish eshik oldida, qo'lida o'shanaqa yaxshi mevalar, bir xalta ikkalasini qo'lida. Kelinglar degan ekan, ani ikkalasi 40 yil oldingi bo'lgan bozordagi voqeani eslatibdi-da. Shu mana yigitni ham esiga tushibdi-da, kulib turgan ekan. Endi mana mevalarni olgan, bizlar o'sha paytda qilgan ishimizni kechir, bizlar shu kechirim so'rashga keldik sendan degan ekan. Ani yigit kulib, "Men o'sha paytda o'zida bir soatdan keyin esimdan chiqib ketgan bu narsa. Sizlar o'sha paytda kechirib yuborganman. Lekin sizlarga qo'yilman. Shu narsani 40 yil yuk qilib ko'tarib yurganinglarga" degan ekanda. Agar senga kimdir yomonlik, ifloslik qilsa, sen uni bir kundan keyin esingdan chiqarib yuborishing mumkin ekanda. Lekin senga o'sha yomonlik, ifloslik qilgan odam o'sha senga qilgan iflosligini umuman esidan chiqara olmas ekanda. Bir umringga yuk bo'lib ketar ekanda. Esidan chiqarishi mumkin ekan. Sen ham unga javoban yomonlik qilsang, o'chingni olsang, u ham esidan chiqarar, deydi, o'chini oldi-ku deydi-da. Yomonlik qilgan odamga yomonlik qilish kerak emas ekan.